Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan bir og'riqli mavzu haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni bizdagi ko'pchilik o'zidagi surunkali kasallikni tabiiy yo'l bilan, ya'ni tabiiy dorilar bilan, tabiiy o'tlar bilan davolashni xohlaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar va televideniyeda oxirgi paytlarda tabiiy dorilarning reklamasi juda ham ko'payib ketdi, ya'ni batlani. Bo'lib ham odamlarni ishonchini orttirish maqsadida reklamani mashhur shaxslar, aktyorlar, qo'shiqchilar yoki jurnalistlar yordamida qilishadi. Emishki, ular tavsiya qilayotgan dorilar sizdagi kasallik, mehr yoki davleniyani batamom yo'q qiladi. Lekin do'stlar, bu yolg'on. O'zingiz o'ylab ko'ring, nima uchun doimiy ravishda biz shifokorlar bu ma'lumotni inkor qilib kelamiz? Bizga nima farqi bor? Batmi u, ximik dorimi u, muhimi bemorimiz tuzalsa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Bu talabga yarasha taklifni ko'pligi, bu bozor qonuni. Ya'ni bu marketing. Oddiy yo'l bilan buni tekshirish mumkin. Ya'ni hammani uyida dori bor. Shu dorining qutisida dorini xalqaro nomi yozilgan. Aytaylik, Enamni qutisini o'qisangiz, Enalapril degan yozuv bor. Google ga terib ko'ring, istalgan tilda, o'zbek tili, rus tili, qozoq tili, xitoy tili, arab tili, istalgan tilda ma'lumot topa olasiz. Chunki bu dorilar butun dunyoda bor va butun dunyo tomonidan tan olingan. To'g'ri, dori instruksiyasida yozilgan juda ko'p ma'lumotlarni siz tushunmaysiz va sizni eng ajablantirgani dorini mana shuncha побочный effektlar, ya'ni nojo'ya ta'sir. O'zi nojo'ya ta'sir ham bu dorining klinik effekti hisoblanadi va shuning uchun ham dori vositalari reklama qilinishi mumkin emas. Umuman reklamaga muhtojlik joyi ham yo'q. Batli to'g'risida unaqa deya olmaysiz. Birinchidan, o'zbek tilidan boshqa tilda ma'lumot topa olmaysiz, chunki O'zbekistondan boshqa joyda ular yo'q. Ya'ni ularning aholisi balki bizga o'xshab sodda emasdir. Ikkinchi tomondan, ular siz xohlagan, siz tushungan ma'lumotlarni yozishadi. Agar ximik dorilarga o'xshab mana shuncha nojo'ya ta'sir haqida yozsa, siz bu dorini sotib olmaysiz. Ya'ni bu marketing. Ikkinchi tomondan, bu dorilar ustida tadqiqotlar yetarlicha o'tkazilmagan. Shuning uchun ham dorini nojo'ya ta'sir haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ular ta'sir qilmasa qilmasinki, har holda nojo'ya ta'sir yo'q tamoyilda sotishadi.